Qaynalarim. Ahmadjonova. Nechinchi to'g'ri? 6-si. Voy, o. Shunaqa. Kimga Allo. Men qara, hozir olib kelgan bor-ku. 6-si ekan umid qilmalaring. Da. Baxtli olib kelganingizni o'zlari to'ldiradi. O'zi sizga kirish mumkin emas. Opa, bundan oldingi 5 tasini vohli olib kelganman, qaytarib olgansizlar. Bo'ylari nechi? Juda masjidlarimdan keladi, yelkamdan keladi. Nafisa! Bularni oldilarida turguncha bo'ylarga chiqib chiqar ekan. Rasamot ekansizlar. 1.50 ga yozaman, 1.50. Bo'y anaqa veslari nechi? Nechi kilo? 50 kilo. Bolani vesini aytmayapmanmi? Mana o'sha ena bolani razmini aytyapman. Bor Nafisa qarab chiqdi, u yoqdan qarab nechi kilo chiqadi? 55 yozib turaman. Bo'lmasa obetimizga bu narsa olib kelasiz, mana obetdan qolib narsangizni to'ldirib olamiz hozir. Qanday homilador bo'ldilar? Men homilador qildim. Tabiiy. Tanishi tabiiy. Yana tug'adilarmi yo bu tikib tashuriylikmi? Tug'adi. O'zingiz tug'ayotganda yana tug'adi deysiz, uyalmaysizmi? Bir kun tug'ib ko'ring, ko'ramiz ahvolni. Biz 10 ta aka-ukamiz, biz 10 ta. Homilador bo'lgan davrlar nechta bo'lgan? 9 marta bo'lgan u. Butdan chiqib to'g'ri psixodispanserga boraveringlar, bo'ptimi? Ne unaqa davosi? Shuncha bolani qayerdan boqasiz? Voy, rizqini Alloh beradi. Ishingizni qilasiz. Ishimni qilaman, menga o'rgatmang nima qilishni. Bo'ldi, boravering, qolganini o'zlaridan so'rab olamiz. Rahmat. Menga qarang. Perchatkani pulini tashab keting. Hozir perchatka salfetka ishlatinglarda. Sovunga ham unaqa tashab ketasiz, pul tashab ketasiz. Tekin-ku hammasi oldingi. Tekin hali ham. Tekin ko'ngildan chiqarib tashab ketyapsiz. Shunaqa deng, bo'ldi. Pas.